Ya'ni bir deganda masalan aytaylik 30 yillab bitta choyxonada osh yeb yurgan jo'ralar bitta o'zi yoki ikkitasi qolsa yillar davomida o'lgan bo'ladi. Tali jo'ralardan bitta ketadi. 70 ta odamni bittada yo'qotishni o'zini o'ylayapsiz. Payg'ambar alayhissalomga berilgan musibat. Keyin shu joyga olib kelib dafn qilingan aylangan odamni qarang ko'pligini. Nima qilishyapti? Bular masalan optoda turibmiz, ularning qatorida biz ham turibmiz. Bu yerda pul tarqatilmaydi, yog' tarqatilmaydi, biror bir dunyoviy manfaat yo'q. Bitta narsani ajridan keldi. Nima uchun? Rasululloh kelinglar, ziyorat qilinglar deganlar uchun kelib ziyorat qilyapmiz. Ya'ni bir deganda masalan aytaylik 30 yillab bitta choyxonada osh yeb yurgan jo'ralar bitta o'zi yoki ikkitasi qolsa yillar davomida o'lgan bo'ladi. Tali jo'ralardan bitta ketadi. 70 ta odamni bittada yo'qotishni o'zini o'ylayapsiz. Payg'ambar alayhissalomga berilgan musibat. Keyin shu joyga olib kelib dafn qilingan aylangan odamni qarang ko'pligini. Nima qilishyapti? Bular masalan optoda turibmiz, ularning qatorida biz ham turibmiz. Bu yerda pul tarqatilmaydi, yog' tarqatilmaydi, biror bir dunyoviy manfaat yo'q. Bitta narsani ajridan keldi. Nima uchun? Rasululloh kelinglar, ziyorat qilinglar deganlar uchun kelib ziyorat qilyapmiz.